Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana bir dolzarb mavzu haqida gaplashsak, o'tkir respirator infeksiya, ya'ni virusli shamollashlarda bolalarda va kattalarda davolash to'g'risida gaplashsak. Sir emaski, hozirgi kunda shifokorlar tarafidan ham, aptekalardagi mavjud dorilarni ham tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, insonlar o'zlari sotib olib foydalanadigan dorilarni kasallarning ahvolini, asoratlarini tahlil qiladigan bo'lsak, bugungi kunga kelib, ayniqsa bolalarda immun tizimini pasayib ketishi, kasallikka ulanib ketishi, keyin kasallikni davom etish muddatlarining cho'zilib ketishi kuzatilyapti. Bundan tashqari onkologik kasalliklarning ko'payishi, bundan tashqari qon kasalliklarining ko'payishi bizni xavotirga solyapti. Biz yana shuni guvohi bo'lyapmizki, shamollashlarni, o'tkir respirator virusli infeksiyalarni davolashda antibiotiklarni palapartish ishlatish, har bir shamollashda antibiotik qo'shish kabi holatlarni kuzatyapman. Natijada bolada kasallik muddatlari cho'zilishi, immun tizimini pasayishi, bir fasl davomida bir necha marta shamollashlar kuzatilyapti. Bularning o'sishida sekinlashishi, ovqatlarni ishtahalarni pasayishi, ichak tizimida buzilishlar kuzatilyapti. Bundan tashqari antibiotiklarni palapartish qo'llash mikroblarni sezuvchanligini, chidamliligini oshiradi va keyinchalik haqiqatan ham bakterial infeksiya bilan kasallanganda bakterial mikroflorani ancha kuchli bo'lishi va juda ham kuchli antibiotiklarga muhtojligiga olib keladi. Virusli infeksiyalarda antibiotiklar ishlatish maqsadga muvofiq emas. Antibiotiklarni biz juda ham ko'p va keraksiz joylarda qo'llayapmiz va bunga bir necha sabablar bor. Antibiotiklar har bitta aptekalarda mavjudligi va buni juda ham ko'p tashviqot bo'lishi va doktorlarga ko'rsatmasdan dorilarni qilish. Xo'sh, antibiotiklar to'g'ridan to'g'ri virus infeksiyaga ta'sir qiladimi? Tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, antibiotiklar to'g'ridan to'g'ri viruslarga ta'sir qilmaydi, balki mikrob va bakteriyalarga ta'sir qiladi. Ularni o'ldiradi. Shunda ham unga sezuvchanligi bor bo'ladigan bo'lsa, o'sha guruhga oldin laboratoriyada tekshirib ko'rganimizdan keyin unga sezuvchanligi ma'lum bo'lsagina o'ldiruvchi ta'sir qilishi mumkin yoki ko'payishini oldini olishi mumkin. Virusli infeksiyalarda har xil bakteriya asoratlar qo'shilgandagina antibiotikni qo'llash to'g'ri bo'ladi. Masalan, pnevmoniya yoki otit, angina, shunga o'xshash bakterial infeksiya qo'shilganda antibiotiklar qo'llash to'g'ri bo'ladi. Antibiotiklar mikroblarda rezistentlik, ya'ni o'sha antibiotikka chidamlilikni yuzaga keltiradi. Shuning uchun har gal yana ham kuchliroq antibiotiklar qo'llashga majbur bo'ladi. Shu kunlarda O'zbekistonda eng ko'p ishlatilib turgan antibiotiklardan sefalosporinlar, azitromitsin, eritromitsin, ciprofloxacin, amoxicillin kabi dorilarni sanab o'tish mumkin. Antibiotiklarni qilish albatta kerak va o'z o'rnida qilish kerak. Antibiotiklarni qo'llash uchun oldin bakterial asorat kuzatilishi kerak. Bakterial asorati qo'zg'atuvchisi laboratoriyada aniqlanishi kerak va unga ta'sir qiladigan antibiotik tasdiqlanishi kerak. Shundagina o'sha antibiotikni qilish mumkin. Lekin vrachlik amaliyotida bemor kelgan vaqtida undan olinadigan biomaterial ekib 5 kundan keyin chiqiladigan javobi kutilmasdan turib, keng ta'sir qiladigan sefalosporinlarni qo'llash urf bo'lib kelyapti. Shuning uchun o'tkir respirator infeksiyalarni davolashda tabiiy giyohlarning o'rni juda katta. Tabiiy giyohlar insonga zararsiz, ularning ichida kimyoviy moddalar bir-biri bilan ta'sirlashib bo'lgan va mo'tadil kayfiyatga ega va bir-birini kuchaytiruvchi ta'sirga ega. Shamollashga qarshi ishlatiladigan giyoh va dorilarga aytadigan bo'lsak, bularning oddiylari limon masalan,
do'lana, namatak, shalfey, dolchin, zanjabil, sedana, anjir, propolis, ixinatsiya, mana shularni misol qilish mumkin. Murakkab dorilarga kelsak, Zaytun Mitti korxonasi tarafidan bir qator virusli infeksiyalarga va shamollashlarga qarshi dorilar ishlab chiqarilgan. Bulardan masalan kashlativ eritmasi ham chaqaloqlarga, ham bolalarga, ham katta yoshlarga to'g'ri keladi. Ta'mi ham yaxshi. Aspedel dorisi o'tkir respirator virus infeksiyalar va haroratni tushiruvchi effektga ega. Va yana Virabaktor dorisi tarkibida bir qator dorilar bilan, giyohlar bilan birga Islandiya mohi bor. Bu quruq yo'talga juda yaxshi yordam beradi. Virusli infeksiyalar uchun kumush kolloidli suvimiz, ya'ni Versal dorisi mavjud va yana bir necha yig'ma giyohlardan tashkil topgan Immun 19 choyimiz juda kuchli ta'sirga ega. Bu amaliyotda koronavirus paytida ham o'zini foydali ekanligini ko'rsatgan. Va yana Yuptal Plus dorimiz 5 yoshdan katta bolalarda va kattalarda ishlatiladi. Tomodagi har xil shamollashlar, tanzilit, anginalarda ham suv qo'shib, g'arg'ara qilib ichiladi. Juda yaxshi yordam beradi. Xulosa qiladigan bo'lsak, shamollash va o'tkir respirator infeksiyalarda antibiotiklarni pala-partish qo'llash juda ham zararli. Kimyoviy dorilardan ko'ra tabiiy giyohlardan bo'lgan dorilarni foydalilik darajasi ancha yuqori. Antibiotiklarni o'z o'rnida qo'llash juda muhim. Antibiotik qo'llash uchun bakterial mikroflora bo'lish kerak va kasallik asoratlangan bo'lish kerak. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.